Allohning aytgani bo'ladi. Ishingizni bitiradigan, ishlaringizni yurishtiradigan Alloh qul ekanmisiz? Tan olganmisiz shuni? Xotirjam bo'ling. Joningizni jabborga bermang. Sababini qilyapsizmi? Bugun bo'lmasa, ertaga albatta bo'ladi inshaalloh. Agar sizga yaxshiligi bo'lsa, o'sha harakat qilayotgan narsangizni oxiri sizga bir yaxshilik bo'lsa albatta bo'ladi. Bo'lmadimi demak, bu meni yaxshiligimga emas deng. Tan bering, tavakkal qiling. Bizni qilgan rejalarimiz puxta bo'lmasligi mumkin. Lekin Alloh taolo reja qiladi, unda xatolik bo'lmaydi. Undan xatolik topolmaysiz. Joningizni jabborga berib, o'zingizni bunchalik qiynamang. Sababini qiling, qolganini Allohga kifoya qiling. Hammasini hal qilib